Assalomu alaykum do'stlar. Men Husaynjon Nasir. Men Jizzax o'lkasi Yivo shahrida hozir. Hozir 2025-yil 1-oyning 5-kuni tushdan keyin Beijing vaqti 3dan 15 minut o'tdi. Men hozir shu bir necha kishilarni qatori tanqidlamoqman. Bir-birlab, ular har qaysi sohadagi kishilar. San'atkorlar bor, korxonachilar bor, tijoratchilar bor, yana e'lon shirkati va do'stlar bor. Har qaysi sohani o'z ichiga oladi. Bir-birlab men tanqidlayman. Yomon so'zlar bilan ya'ni egri tanqidlayman. Birlab kelman. Umarjon Himmat. Andikan Shodijang deb atib olgan o'zini. Sharil deb atib olgan. Shaka deb atib olgan. Yana o'z dorigarlik kasbi bilan shug'ullangan doktor deb olgan Muxtarjon. Yana e'lonchilik shirkati va Abduvali Tursun. Sabda va hasalchiliginingki lobini egizib olgan Eminjon. Yana bir hasalchi, Mutalibjon kasbi, qalpoq kiyib olgan. Yana bir Qaqvash deb ism qo'yib olgan, yana bir u shu hasalchi ekanda. U Mavlon Niyoz san'atkor. Anasiga G'urusiyning lobini Dilshod Vujjon aytgan. Muxtar Bug'ra. Atishdan yana haq-nahaqni tushunmaydigan kishilar ko'pkan. Hamda yana bir necha sog'lomlik buyumi bilan shug'ullangan ayollar bu barkana, ya'ni ayol qanjuqlar. Erlar bo'lsa itlar ular qavaydi ekanda. Yana Gabar degan mashincha. Yana nurg'unlagan kishilar bor. Hamda yana qo'shilgan o'xshaydi. Men shu Yolqin Qurbonni xeyli bir odam deb qaraydim, lekin u shu guruhga qitilibdi, guruhvozlarga. Abdukarim Ablas, Roqiya Abulqasim. Yana yangidan chiqqan alaqa kichik bolalarni cho'lpon qilyapmiz deb boshqalarni oldiganlar. Ba'zi riyosatchilar, yana nurg'ulg'an kishilar. Hozircha ism kelganlar shu. Bular g'alcha, yaloqchi, podaqchi, ko'tirmchi ekan. Bular gurovozlik qilishib, bir-birlarini ayrim-ayrim. Ikki taraf bo'lishib, yo 3 taraf bo'lishib, yana Ilyar Qotami bor. Yana shuningga o'xshagan kishilarni aytdim. Bular bir-biriga g'alchilik qilishadigan, podaqchilik qilishadigan, yoliqini ko'targan bir-birini. To'g'ri bo'lsa-mu, xato bo'lsa-mu, hammani ko'targan, beshig'il ko'targan ba'zilari bir-birlariga qarshi urush jidal qilib, qolayman qilib, to'rni Uyg'urlarning boshqa ilm fanni o'rganishiga, taraqqiy qilishiga, boshqa tijoratlarni xolis o'rganishiga eg'ir to'sqinchilik qilib, bular urush jidallarga so'rab ekirganlar, gurovozlik qilishib. 4 kishilik guruhning qoldiqlari, ya'ni 4 kishilik guruhlarga o'xshaydi. Bular guruhga bo'linib ketibdi.
Ya'ni ziyonkashlik elib kelibdi. Ha, yana Musa bayim bor, ha? O'zlarini saxovatchida boshqalarga ziyonkashlik qilgan. Ularga hamda men Umarjon bo'lsa, Musa bay bo'lsa, vaqtincha boshqalarga bir narsani haqsiz taqib, ozroq hurmat sazovarga inovatga erishib oldi. Erishib olibdi ma'qul, ha? Yana ba'zilar taqa Muxtarjon bilan Abdulla Tursun bizning qahramonimiz, bizning javorimiz deb g'ururimiz deganlar bo'lgan, ha? Yana baldo Uxmaylar oldirab bilan ta'riflab ketganlar oxiri qillashga boshlabdi, ha? Mana shundoq. Mana shundoq ishlar bu. Bularni men g'olchi ekan dedim, ha? Bir-birining po'diqini ko'targan bular. Faqat hammamiz shaxsiy g'arizda, shaxsiyat chekishlarkan bular o'zlarining shaxsiy manfaati uchun har qanday vositani qo'llanishda yonmaydi. Hattoki o'zlarining ota-onalari, ha? Och singillarini qurban qilyapsizmi? Mayli ekan, setyapsiz, mayli ekan, ha? Pul uchun shu yo'l kirishmoq bular. Ya'ni bular qanday qildi ekan? To'g'ri chiqib olib, bir-biriga ta'dil soldi ekan. Va qonun orqali uni qilib o'tma, buni qilib o'tma. Seni yo'qitib o'tma. Deb hech gapdan hech gap yo'q, kichkina ish, arzimas ishlar uchun tolishib bir-biriga shundoq ta'dil soldi ekan. Po'poz qildi ekan bularni hamsa. Oqshom kech etgan ko'rib qoldi, Muxtarjonning bir filmini, ha? Shunda chiqibdi. Kech uxlayolmay ba'zanlar. Bir soqchi menga telefon qildi. Onu dedim, bunu dedim, yana o'zini bozorga solibdi. Soqchi o'zim qo'rqmayman deb deyaldim demakchi. Nima degan u? Agar rasmiy kazon oldiga kelib, qo'lingni chiqara. Menga deb oldiga edib maqsad deyalam shuna. Undaq emas deyanmaydi u. To'g'ri chiqib olib popoz qilgan bilan dika u ishlarimiz. Men oldimda o'tdi, ne nochilar bor edi. Vaqt kelsa, ashundaq nochilar xuddi kishiga aylanib qoldi ekan. Ha? Qizlarga aylanib qoldi ekan. Ko'chadagi jaloblarga aylanib qoldi ekan. Men biz ma'qul deyman. To'la o'zlarini uchumusun bular. Hali uni qilib o'tim, buni qilib. Musa bay to'rga chiqib olib, tillab, haqoratlab boshqalarni voy tizimlab qo'ydim. Muxtarjon deb lo'liq qilib qo'ydim. Uni qilib qo'ydim, buni qilib qo'ydim. Va qonunning, sudning ko'zi bor ular. O sening unda popoz qilganingga unda bir narsa qilib bermaydi hargiz. Mana men yaqinda sudda o'ynab chiqdim. Va qonun orqali ish bajargan ular. Ya seniki bir ish qilib gaping qilar. Sulab bermaydi ekan. Ya jazolab bermaydi ekan, ular qonun qaraydi. Haqiqiy shunda bo'ldim-bo'lmadi. Acaba sen nimalar boshqalarni tillaydi ekansa, boshqalarni tillashidi ekansa, haqoratlab, avara qilishidi ekansa, badbaxt shovchilar. Mana meni lo'li qilishib bo'pti. Men bir o'ynab qo'ygan sotma. Shovchi deganning ma'nosi noayta. Bixil degan gap, ha? Sendek bixil shovchilik to'rtal narsaga ta'dil solishib, bir-birlar urushib boshqa Uyg'ur yoshlarni avar qilganing yetib osha, ha? Shularning hammasi qonunsizlik amaliyotda. Sen nimalarni desa bo'ldi qalanda desa, kitlas desa sen nimalarni desa bo'ldi. Ro'ying intayin nomrata, ozroq pulni ko'rsa, sedib ketsa indaq qarshi tarafga. Abduvali Tursun nima qildi? 50 ming to'g'ri setildi-ku. Yana uningdan jaqroq bastaqa yana uningdan bekrak setiladi. Tak bu badbaxt. Tak axlat deb ketdi. Lekin axlatning nima ekanligini bilmaydi o'zi. Mana menga telefon qilsin, men deb beray. Axlat yemaklar ozmi? Hozir. Bu kishilarni hamiz dot qilva emas, xalq olam biladi. Bilishga boshlabdi hozirmi? Acaba sen boshqalarni haqoratlayotding, tillayotding. Eskida endi o'zing shularni ko'rib qapsiqo, endi meri shirkatining gaylisini oldim, o'qildim, atishlik deb shu atishlikka qarindoshlarni o'ziga qaratmoqchi maqsadda. Shaxsiy nab olmoqchi bo'ladim. 5 yil ko'taramkin deb. O'sha poriqini ko'taryapti atishlar, shu bir-biriniki. Atishni men bakrak tushunaman, ha?
otishdan qanday odam o'tganligini. Qani birsang deyish vaqtingmi, bir otishda o'tgan ulug' odamlarning ismini tilga ilish vaqtingmi? Baxtsiz bo'lar. Xayr, xo'sh, omon bo'linglar.